Olgansiz mana. Shuning uchun so'kyapman sizni. Shuning uchun onadan so'kish kerakmi? Siz nimaga ana onangni sikaytyapsiz menga? Sen meni so'kkaning uchun qaytarib so'kyapman. Nimaga storiesga solasiz unda? Sen nima uchun meni kunda gapirib efirda jonim, dadasi, qoravoy deb Kim gapiryapti? sizni gapiryapti? Qoravoy jonim, bir balo. Qoravoy? Nimaga meni gapiryapsiz? Siz nima Qoravoy bittasizmi? Bittasizmi Qoravoy? Politik, yaxshi bo'lmaydi bu shundoq. Men yoki jonim, Sardor jonim deyapmanmi? Politik bu qilayotgan qiliqlaringda oxiri yaxshi bo'lmaydi, qon bilan tugaydi. Qo'y. Men sizni efirda gap qilayotgan yo'qman-da. Sen nimaga meni efirda sen nimaga somsaga o'xshab begona erkaklar bilan gaplashib yuribsan? Och qoldingmi? Siz nimaga meni tinch qo'ymayapsiz deyapman sizga. Men sen bilan ishim yo'q. Men sen bilan bir tilla ishim yo'q. Solyapsiz siz. Bir so'ganim yo'q. Siz hozir solgansiz. Men ko'rib shuni keldim sizga. Onadan so'kdingmi shuni? Kecha ham soldingiz. Jim bo'ldimda. Endi nimaga bugun yana solyapsiz? Men tushunmayapman sizni, Sardor. Menga qara gapimni eshit. Seni puling yo'q, haromi, jalab, somsa, nimadir, onangni palon qilib, iflos, nimadir deb daxo'ya so'kding hozir. Endi siz-ku mani ham so'kyapsiz. Qara gapimni. Somsasan deb. Somsani. Menga aytganingizni o'zingizga aytyapman. Og'ir bo'lyaptimi? Og'riq bormi? Somsa deydi, boshqa nima deydi? Jalabni jalab deydi unda. Qayerda ko'rding jalabligimni? Siz jalab emassizmi? Yo'q. Unda boshqa Sardor-ku unda jalab. Ya. Tilidan. Olasizmi, olmaysizmi? Shu qizni tilidan shunday narsalar chiqyaptimi? Olasizmi storiesni? Yozasanmi ustimdan? Olasizmi, olmaysizmi? Ustimdan yozasanmi demoqchiman. Olasizmi? Men senga savol beryapman, javobini eshita, keyin senga javob beraman. Yo'q, siz men joyimda, men haqida storieslar solmasangiz, men siz haqida gapirmayman ham. Men haqimda nima deb gapirishing mumkin? Men senga yomonlik qildimmi? Men sizga yomonlik qildimmi? Nima yomonlik qildim men sizga? Men senga kecha ham yozdim sizga, yozdim. Men daxo'ya yozgan yozuvlaringni ko'rib turib javob bermadim. Nima uchun? Bilmadim. Javobingiz yo'qdir. Arzon monetaga. Men betingga gapiraman mana. Men seni betingga gapiraman. Arzon moneta deyman. Arzon monetaga arzon hech kim. O'zgasini sotib ketgan? Shunaqami? Sen ketgan fohishasan, tamom. Dalil bering. Dalilchi. Shunaqa. Dalili meni istorisimda turibdi. Daxo'ya insonga jonim, asalim, ashkim, sevaman deb Mening hozir atnashayim yo'q, Sardor. Siz men bilan atnashayim bo'lishidan qat'iy nazar, men sen bilan gaplashmay qo'yganimdan beri bironta qizga mehr berganim yo'q, fohish. Qizga mehr berganim yo'q, fohish. Quloqing bilan, chap quloqing bilan eshit. Eshitmayman. O'zingni maqsading, o'zingni qanaqadir taqdiringni, o'zingni hayot yo'lingda yasha. O'zingni nimadir o'zingiz yashang. Uchun mendan foydalanma, somsa. Qanaqa foydalanish? Siz emasmi? Biz urushgandan beri siz emasmi meni tema qilib yurgan Sardor? Bir nima bo'lsa, men chin yurakdan, chin aqlimni berib qo'ygan darajada men seni yaxshi ko'rgan edim. Sardor,
Bu yerda unaqa o'tirik yolg'on gaplarni menga aytmang iltimos. 500 odamning ko'zicha o'tirik yolg'on gaplar menga do'stlar, kerak bitta emas. narsa qaranglar, shoshmanglar. Xalqdan so'raymiz. Necha marta kimdirlar bilan o'tgan istoriyalari haqida, o'tgan hayot haqida qanaqadir videolar chiqqan holatida ham urushib qolmaganimizcha gapirmaganman. U videolarni men davna oldin ko'rganman. Bitta qaysi go'rdagi bitta haromini lechkada yozib gostiga olib chiqib, meni efirda bo'lmagan paytimda orqamdan so'ktirgan gapi uchun bu dunyo bu qizni men kechirmayman. U fayt biz urushgan edik. Shuning uchun u mening go'stima qo'shildi. Men nima deb urushgan edik? Men seni biz urushib qolgan edik. Sardor, siz hammasini bilasiz. Bu yerda o'tirib yolg'on odamlarga yolg'on axborot kerak emas bu yerda aytish. Toshkentdan ketganingdan keyin 3 kun men senga qayerdasan? Hali joning yaxshimi? Uyga yetib bordingmi deb yozdim. Hech narsa chiqqanda javob yozmading, o'qiding, javob yozmading. Yozmadim. Nimaga ekan hammasini bilasiz, Sardor? Qarasam 2 kundan keyin begona yigitlar bilan mashinaning ichida raqsga tushib yurgan videoing chiqdi. U burungi videolar. Siz burungi sening videolaring menga qiziqmas deb aytgansiz. Burungi videoda, burungi degani oldingi deganimi? Oldingi videoda sen bitta bola bilan qo'lingga nikoh uzuk taqib, quchoqlab, qorningni ushlab homiladorman deb qilgan videoingni ko'rdim. Oldin homilador bo'lgansan, o'sha bola bilan sevishgansan. Qanday qilib men bilan sevishishga hadding sig'di? Sardor, jalab sensan, tushundingmi? Yolg'on xabar aytishni qashga. O'zim bilan ko'rgan gapimni gapiryapman, somsa. Yo'q, sen somsasan, tushundingmi? Sen biza ko'rgan multik borki, biza ko'rgan o'sha qancha somsani ko'rgansan? Hamma qizni somsa deb o'ylaysan, tushundingmi? Yoki biza bilan ko'rishib bitta joy o qizdan asar qolmagan. Bu g'irt, shayton, g'irt. Sen shayton, sen jalab. Mana, ana. Eshityapsan? Hozir o'zim o'ldirib qo'ygim kelyapti bu gaplarni eshitgandan keyin, tushunyapsan? O'ltirma o'zingni. Hali meni ko'p yomonlaysan. O'ltirma o'zingni, Sardor, hozir, xo'pmi? Hali ko'p yomonlash kerak. O'ltik, yana Qozog'istonga boraman, bu safar yaxshi. Bu safar yomon maqsadda boraman. Seni hech kim kutmaydi endi, tushundingmi? Priyama uyingga kirib boraman. Uyimni bilmaysan. Uyingni yaxshi bilaman. Borib, boshqa qizlarga borib, bu gaplarni ayt, xo'pmi? Somsa deysizmi, boshqa deysizmi? Bo'ldi, seni somsa demayman, seni pirashka deyman. Sen o'zing somsasan, pirashkasan. Sansiramay gapir, tiling zo'r olaman, pultik. Ko'rmaganni ko'rganni ko'rsin. Yana nima? Yomonligim yo'q. Prosta seni ko'rsam kulgim keladi. Kulging kelsa, storiesni olib tashla. Nima bo'ladi olmasam? Olib tashlang, bo'ldi. Men siz nima bo'ladi olmasam? Soldimmi? Bir stories hozir men solyapmanmi siz haqida? Ayting menga shuni. Sen bitta qilgan qilig'ing uchun men bir oy afsus nadomat chekdim. Yo'q, gapirmadim. Yolg'on. U siz o'zingizni akkauntingiz ketgani uchun kela olmadingiz. Men shuni emas. Akkauntim kim uchun ketdi? Siz o'zingiz nima shartdan o'ynab yurdingiz? Ketmay nima? Men sen bilan so'kishayotgan paytim, sen bilan gaplashgan kunim ketdi akkauntim. Endi nima? Yana ketkiz kelyaptimi? Shuning uchun men sizga aytyapman, olib tashlang, bo'ldi. Men siz haqida hech nima solib yurganda yo'qman. Sizni
Meni so'kmayman. Meni so'ksa ham bu plastni so'kmayman. Voy, rag'ini kim so'kdi? Chunki yaxshi ko'raman bu iflosni. Ey, Harom bo'lsa ham. Jamol kim so'kdi? Onangni sikay deb kim so'kdi? Astag'firulloh, astag'firulloh. Onangni jingiringlar siksin deb kim so'kdi hozir? Bismillahirrohmanirrohim. Allohim o'zing sabr. So'kinmang, yaxshi qiz, so'kinmang. Astag'firulloh, astag'firulloh. Sizdan o'rgandim, hamma so'kishni bilasizmi? Hamma so'kishni men bunaqa o'zbekchada bilmaydim edim. Hammasini sizdan o'rgandim. Siz o'rgatdingiz menga. Men senga yomonlikni o'rgatganim yo'q-ku, Purtik. Yomonlikni ham o'rgatdingiz. Kibr bo'l, gaplashma hech kim bilan. Kibr bo'l dedingiz. Kibr bo'lib yuribman hozir. Balo bo'lib yuribsan, ana kibr bo'lib yuribsan. Kibr bo'lib yuribman. Kibr. Kunda sovg'a urganlarni lichkasiga. Yo'q. Sen davay, qani ko'rsat menga lichkasiga deb aytavermang menga, tushundingizmi? Restoramga qo'yilgan pul tegin. Hammasi bilan gaplashaman. Nima qilasiz? Onangnikiga tiqaman. Onangnikiga seni tiqaman. Tushundingmi? Qozog'istonga kel, men seni tiqaman. Kel. Endi ko'rasiz. Endi ko'rasiz, men kulmayman, shuni aytib o'tirman sizga. Multik Qozog'istondan uyingdan sudrab chiqaveraman. Qozog'istonga kelayotganda oyog'ingni sug'urib olaman. Qozog'istonga kirgizmaydi-da-ku sizni. Qozog'istonga kirgizmaydi? Ha, kirgizmaydi. Ishonmaysan, Zokir. Xuddi o'zim bo'lgan, balki men tarbiyamda bo'lgan. Efirga kirib, 10-15 minut sekretchadan tomosha qilib turaman. Efirda xuddi o'zim nima qilsam o'sha qaytarib qilib o'tirar. Montek, Olasizmi endi? men yaxshi ko'rasanmi yo'qmi? Jitirza odamning ko'ziga shunaqa surayapsizmi? Butun dunyo oshing halol bo'lsa, ko'chada ye. So'kishdan keyin So'kishib yaqin bo'lgan insonlar bir umrlik qiyomatli bo'ladi. Yaxshi ko'rasanmi yo'qmi? olasizmi yo'qmi? Shunga qarab ish tutamiz. Men savolimga javob ber. Yuragingdan gapir. Qo'riq. Tildan, tovondan, oshqozondan, buyrakdan gapirma, yuragingdan gapir. Men sizni so'kdim-ku. Mayli. Yuragingdan gapir. Nima? Savol berdim. Men sizni so'kdim. Endi yaxshi so'z qanaqa aytaman? Hay yoki yo'q. Olasizmi yo'qmi? Shunga qarab aytaman. Yaxshi ko'rasanmi? Men haqida video-ku. Men senga savol berdim. 3-marta qaytaryapman. Sen meni yaxshi ko'rasanmi yoki yo'qmi? Nimaga unaqa savol? Yuragingni eshitmoqchiman. Yuragim hozir yumush yashamayapti. Nima yo'qmi?
Sardor aka, Hop. может chiqib gaplashamiz, может. Mana shu yerda bitta eshitmoqchiman. Nima uchun? Odamlar eshitmoqchiman. Yuragingni gapir. Yuragingni nima qilasan Yasharoq? Deyapman sizga. Chiqib gaplashish uchun men hozir Askartaman. Qasoskorlarni 5-filmini olyapman. Pingvinlar yandasizmi? Yo'q, Askartaman. Askarta. Odin otamni oldilaman. Qasoskorlar 5 filmini olyapmiz. Og'zingdan bitta so'z eshitmoqchiman. Oxirgi savolim, boshqa savol bermayman. Yaxshi ko'rasanmi yoki yo'q? Siz mana shuncha odamni oldida hozir shunaqa savol berib turibsiz. Hop. Nima uchun odamlarni oldida so'rayapsiz deymanda shunaqa savollarni. Oshing halol bo'lsa ko'chada ye. Birovdan yashirayotgan siram, birovdan qo'rqayotgan gunohim yo'q. Bunaqa gaplar emasda, просто siz tushunyapsizda. Hech kimdan qo'rqayotgan joyim yo'q. Yaxshi ko'rasanmi yo'qmi shuni ayt. Men sizga qo'rqyapsan deganim yo'q. Sen ham qo'rqma, gapir. Men hech kimdan qo'rqmayman, lekin men o'zimning hayotim haqida birovga aytish, birovning ko'zicha aytish, haqimdagi hayotim, seni hayotingdan o'zimga bo'layotgan o'zim haqimdagi savolni beryapman. Senga birov haqida savolni bermayapman, o'zim haqimda beryapman. Yaxshi ko'rasanmi yo'qmi? Alo. Yo'qmi? Yo'qmi, yaxshi ko'rmaysan? So'kasizmi hozir yana? Yo'q, hech qanday so'kmayman. Siz menga hech qachon so'kmayman deb aytgansiz. Bilasizmi? Sen meni 6 oy oldin siz shunaqa aytgansiz menga. Sen meni so'kib kirganing uchun Yo'q. 6 oy oldin menga hech qachon so'kmayman degan Sardor aka necha hamma turini menga o'rgatdingiz bilasizmi? Men seni Yo'q, siz hozir o'rgatyapsiz menga pingvinlar bir nima, o qayiqlar deb. Buvingning deb. Amma joningni to'linglar siksani yaxshi ko'rasanmi yo'qmi? Xolajoningni pingvinlar siksin hozir aytmayman bu yerda, yo'qmi? Yashamaydi, men yashatmayman. Men seni Sizni boshingizdagi shoshingizdan dushmanlaringiz ko'p-ku, bilasizmi? Uni-ku bilaman. Endi men dushman hisoblayotgan inson bu dunyoda yashamaydi. Sen dushmanim emassan. Sizni hamma dushmanlaringiz yashab yurku? Qayerda yashayotganini xabar olgin. Dushmanlaringiz Meni dushmanlarim qayerda yashayotganidan xabar olgin. Usta teshik kulbada yashashyapti. Sizni dushmanlaringiz orqasida biz ham urushdik-ku. Meni dushmanlarim kulba vayronada. Dushmanlaringiz tugamayincha siz shuni yuraverasiz. Savol
beraman, shuncha so'kka bermoqchiman. Yo'q. Ha? Ketmayman. Bitta savol bermoqchiman. Siz ham mani so'kdingiz-ku? Hammasi eshitdi. Onajoningni pingvinlar siksin deb aytdingiz. Ужас. Еще so'kmadim seni deydi. Barobar bo'pti. Birinchi sen so'kding, ikkinchi qaytarib men so'kdim. Xolajoningni muzlarni ustiga sirpantirib yuribsizkaman. Xolajoningizga pingvinlarni siktiraman.